hozirgina bitta muxlisimiz menga rasmlar va videolar tashlab beribdilar. Bahodir aka 7 yildan beri qo'y boqaman. Lekin sizdan olgan qo'zilarim bunaqa o'zgarganini ko'rib, shu paytgacha bunaqa o'zgargan qo'ylar ko'rmagan ekanman deb haligi ichlaridan xursandchiliklari bildirmoqchi bo'lib turib, shu videoni tashlab, rasmlarni tashlab bergan ekanlar. O'shanlari sizlar bilan bir bo'lishmoqchi bo'ldim. Alhamdulillah, Alloh yuzimizni yerga qaratmayapti. Assalomu alaykum. Bahodir aka, mana sizdan 9-martda olib kelgan qo'chqorlar 109 kilo chiqdi, ikkitasi o'pshi. Hozir kundagi holatda. Lekin o'sha aytganingizdek bor ekan, lekin katta bo'lish. Yemishiga qarash kerak ekan, ko'proq ishtahasi yaxshi ekanda bular. Oddiy qo'ylarga nisbatan ancha ko'p yer ekan lekin. O'zgarishiga gap yo'q lekin o'zingiz ko'ring.